Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buxoro shahrining Karvon territoriyasidan yoki Shayxon atrofidan 2 etaj 6 sotixdan iborat bo'lgan korobka holatdagi uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Video obzorimizni ko'rib o'ting, oxirida narx-navosi qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Kirgandan birinchi qavatimizning ko'rinishi, to'g'rimizda koridor, kattagina hol plus oshxonalari bilan birga. Bu tomonda keyingi xonasining ko'rinishi. Tomonda ham yo'lak bor. Shu xonani o'zini ikkiga bo'lib, ikkita xona, oshxona va alohida kattagina hol qilsa bo'ladi. Holimizning orqa qismi mana orqa tomondan ko'rinish holimizni. Uyimizning ikkinchi qavatga ko'taraverishdagi ko'rinishi. Ikkinchi qavatdan chiqqanimizdan kattagina hol bu tomonda. Shifrlar urib qo'yilgan ekan. To'liq pishgan g'ishdan ko'tarilgan deb o'tdik. Bu tomonda keyingi xonasi. Ikki tomonlama proyekt. Bemalol mana shu xonani o'zini ham 2 ga yoki 3 ga bo'lib, 2 ta yoki 3 ta xona qilishingiz mumkin. Bu tomonda esa keyingi xonalari boshlanadi. Akkurat qilib qo'yilgan uchastkamiz. Remont qilib, bemalol mazza qilib yashaladigan uchastka ekan, qadrli obunachilar o'zi ham. Mana shu korobka holatdagi uchastkamiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil aytib o'tganimizdek, Karvon bozor, Shayxon, katta yo'l yoqasi, narxi $90,000 kelishtirib arzon qilib beriladi. 6 sotix 2 etaj.